2019 deyapsizmi? Qanchaga sotildi? 9300 lira. 9300 so'm. Nechinchi yil? 19 118 ming. 118 ming. Xo'sh, ABS bor, konditsioner mana. Pokoleniya 4-pokoleniya Gazi ham bor. gazi ham bor ekan, metan ekan, 1.5 motor, yangi akkumulyator qo'yib berishar ekan hozir. Mana balolarning holat, kraska toza. Paysaga 1. Xo'p, audio sistemalari bor ekan, bar 7 dekor tashalgan video registrator. Gazi ham bor. Gazi ham bor. Endi o'zi akkumulyator Ishlamaydi, ochmaydi. Xo'p, mana salonning holati, salonda o'yinlarga tanirovka topshirgan. Oladiganlar shuni hisob-kitob qilib olaverasizlar. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Rahmat akalar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun yakshanba Namangan Hasanobod mashina bozorida video obzorlarni qilyapmiz, qilish davom etyapmiz. Hurmatli do'stlar, sizlarga har xil Lacetti Gentra sotilganlardan, Lacetti Gentra qilinganlardan video obzor qildik. Kompaniyani mehnat qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, xaridlar qilishni unutmanglar. Qanday bir xato kamchilik bo'lsa, yozib qoldirsangiz xursandman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Qanday bo'lsa ham ketdik. Hurmatli do'stlar, 190 yurgan 2011 toza deyishyapti, stavnoy rangda Lacetti avtomobilimiz. ABS bor, konditsioner, gaz reduktorlar turibdi, 1.8 motor, motorlarning holati ko'rishlaringiz mumkin. Mana balolarning holati. Xo'p, paysaga ikkinchi paysa. Audio sistemalari bor, barlari bor, rezinaga ko'p tashalgan. Chiroyli qilib chekuvlar kiygizib qo'yishgan bunga. Mana bu salonning holati. Gaz baloni bor o'yda turgan. Berasiz. Beraman. Mana gaz balon berilar ekan. Usta o'zi kim topchilaymi? Yo, o'zimniki. O'zingizniki. Buni motorda, korobkada, xodavoyda Hamma joyda hozir. toza. Rasxodi yo'q. Kraskasi toza. Petno reftovka ham yo'q. Gem bo'ladi. Yo'q, gem bo'lmaydi. Barter variant qilamizmi? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Qancha deymiz? 6.5 deymiz. Shatrga 5.5 ga beramizmi? Bozor qancha qildi sir bo'lmasa? 6 ga ham berilmadi. Shundan ustida beriladi. Nomerni ayting. 94 175 12 92 ana qiziqqanlar telefon qilishingiz mumkin. 92 12 92. Hurmatli do'stlar, mana koreyskiy 2004 700 ming yurgan Lacetti Gentra qilingan Gentra. Hop. ABS bor, konditsioner, 1.6 motor, gaz reduktorlar turibdi. Mana motorlarning holati ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, mana balolarning holati. Audio sistemalari bor, barlari bor, rezinaga ko'p tashalgan, chiroyli qilib chexollarga kiygizib qo'yishgan. Bagaj ochib yuborasiz. Mana bu salonning holati, salon o'ynalariga tonirovka tortilgan. Paysaga ikkinchi paysa. Bagaj ochib yuboring usta. Xo'p, temir gaz balon. Teglari mana bunday ekan. Zapas balon kulishdan kiradi, ko'ramiz. Zapas balon kulishdan kiradi bormi usta buni? Yo'q, yo'q. Yo'q, mashg'ulot. Buni motorda, korobkada, xodavoyda Abdur rasvod qiladi. Qolgan yog'i? Qolgan yaxshi. Kraskasi? Bir zambarga olganman. Bir zambarga olgansiz, bir zambarga sotamiz. Ha, Qancha deymiz? 4300 ga deb olarmiz. 4 dan pastga beraylik. Yo'q, yo'q, to'rtdan pastga. Qiynab qoladi. Ha, 4 gacha. Nomerni aytib yuboring bu tani. 50 50 752 752 15 15 Mana qolmaydi do'stlar, qiziqqanlar. Gentra minaman deganlar 4300 dollarga. Shatr sanab. Generalni bo'ladimi usta? Generalni ham bo'ladi. Qiziqqanlar olaverasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bilan do'stlar. 2019 45 ming yurgan Gentra avtomobilimiz. ABS bor, konditsioner, 1.5 motor. Mana motorlarning holati ko'rishlaringiz mumkin. Mana balolarning holati.
Paysaga birinchi paysa xudo xohlasa. Xo'sh, audio sistemalari bor, barlari bor. Rezinaviy kort tashalgan, o'zim zavodga chexolda qolgan mashina. Mana bu salonning holati, salon oynalariga tonirovka tortilgan. Chexol beriladi. Zapaskalar yangi. Gaz o'rnamaganmi, olib tashalganmi? Ha? Gaz qo'ydirib ham beramiz. Qo'ydirib ham berilaveradi. Xo'sh, buni motorda, korobkada, ходовойda ishi yo'q, расходi yo'q. Kraskasi-chi? Toza. Petmereshtovka? Barter variant bo'ladi. Faqat naqd ketmaganiga, 1-2 oyga to'planib olguncha. Xo'p, qancha deymiz? 1200 deymiz. 9 atrofda kelishamizmi shatriga? 9 dan o'tadi. Xo'p, nomeringizni aytib oling. 94lik 512 4770. Gen chiqadimi? Faqat oformat. Mana, hurmatli do'stlar, mana 2019 45 ming yurgan birinchi paysi. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Rahmat ko'p, bozorlaringiz bersin.